Qish kunlari boshlanishi bilan hammani uyida bo'ladigan muammo. Ayniqsa sovuq havoda nafas olgandan keyin tomoq og'riydi, tomoq og'riydi, yo'tal. Bularga yechim bor. Hammani uyida bo'lishi kerak qish kunida. Ingalyatsiya apparatimiz bor. Mana bunaqa bizda Rossiyada ishlab chiqarilgan varianti bor va hamda Italiyada ishlab chiqarilgan varianti bor. Bemalol zakazga buyurtirishingiz mumkin, bizda mavjud. Narxlari bular qimmatroq deydiganlarga albatta bizda budjetniy variantlari bor. Mana bunda ham batareykada ham ishlatsa bo'ladi. Bemalol batareyka qo'yib ishlatib yo'lda ham ishlatib ketaverishingiz mumkin. Xohlasangiz kabelda zaryadchikda, oddiy telefon zaryadchikda zaryadlanadi. Bemalol ishlatib ko'rsatib o'rgatamiz o'zimiz. Bu arzon. Noyabrda 10-chislosigacha biz buni atiga 100 ming so'm qilib beramiz. Uzun marketda ham, boshqa internetda ham 150 ming, 140 ming so'm turibdi. Faqat bizda aksiya 100 ming so'm. Bu budjetniy varianti bo'lsa, bular kattaroq varianti, uzoq yil ishlatishingiz mumkin. Juda qulay narsa. Bemalol hammani uyida bo'lsa, dorisini olib borib qo'yasiz, faqat apparatga solib bemalol ingalyatsiya qilishingiz mumkin. Tomoq og'rig'ini, yo'talni hammasini bartaraf etadi. Qishki kuni ayniqsa klinikalarda borib balonsin to'lab nima qilib yurguncha, mana shu o'zingiz uyda qilib qo'ya qolganingiz ma'qulroq, ham arzonga tushadi. Bularning narxi atiga 650 ming so'm. Narxiga yarasha to'g'ri bir xil qimmat deyish mumkin. Qimmat emas, sifatiga yarasha bular ishlashi zo'r, garantiyasi bor. Shoshilib qolinglar. Bu budjetniy variant ham juda arzon narxda turibdi hozir. Sezon boshlanyapti. Endi buni ham narxi oshadi. Buni biz oshirmaymiz, albatta. Bu bizga beradiganlar narxini oshirib berishi mumkin, chunki bu sezon.